Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz xalqaro aeroportning yanında 2 xonali 2-etajdan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Mestasida umuman gap yo'q. Zo'r mestada. Doğruga yetadigan olsak, vokzalga borib bulamiz. Bu yerda Urganch City joylashgan. Bu yerda esa 2 domda 2-etajda 2 xonali arzon bahada hurmatli yurtdoshlar. Bahasini ham hozir aytib o'tikaman. 275 million so'm. Mening bahada hali joy chiqmadi. Remontdan fonda turibdi, ajoyib. Qanasa ichkari qismi bilan donishib görüşüp chiqsak. Neyse 2-etajimiz ham yetib keldik. Her etajda 4 xo'jalikdan ekan. Eshikleri demir eshik, zamonaviy yaxshi sifatli ishlardan qo'yilgan demir eshiklardan. Bismillahirrohmanirrohim. Girganimizda shundan koridor joylashgan. Ajoyib. Devorlarimiz oppoq, shpaxolak qurilib, ustidan fon berib, kraskalanib turibdi. Joyimiz, eshiklari akva zamonaviy yaxshi sifatli ishlardan qo'yilgan. Kraska urilgan. Remontini oddiy remontda turibdi. Berimizda narsa qo'yish uchun polkalari bor. Hurmatli obunachilar, avtomat yo'la joylashgan. Bu narsalar ketadi ekan. Hamma narsamiz ketadi hurmatli obunachilar. Bu ham tarafimiz sanuzel bo'ladi. Bu yanimiz kuxni. Biza kuxnimizni sanuzelimizni ko'rsatsak, oyoq tilla kafel, aristona bor, suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Bo'lay şöyle remont etib bersangiz bo'ldi. Yine untazmasam toza ekan, yaqinda qo'ydim derlar. Ben tarafimizni o'tsek, kuxnimizda gaz plita, bular ham hamma narsasi ketadi. O'zingiz ajoyib remont etasiz. Aslanni ko'p chiqincha nelari bo'lgan, yine aynasi ham akva ayna qo'yilgan. Oppoq fonda turibdi, ajoyib. Remontini ajoyib etib bersangiz zo'r joy bo'ladi. Eshiklarining akva eshiklari. Bu yan tarafa o'tadigan bo'lsak, bu yanimiz zal, bu yanimiz spalni. Spalniga giramiz. Spalni ishlari ham akva yaxshi sifatli ishlardan ajoyib. Berimiz ham oqlanib, kraskalanib turibdi. Pataloqlarimiz ham oqlanib, ajoyib bo'lib turibdi. Bu yanimiz akva ayna, shundan avtobus o'tadi. 3-avtobus. Oyoq tilamiz linium ajoyib bundan qo'yilgan. Plintuslari bor joyimizda. Bu ham tarafimiz zal. Zalimizdan hamma narsasi ketadi. Perda, belə konditsioner ishlab turibdi, ajoyib. Ular ketadi. Eng ajoyib etib yashamaga bo'ladigan zo'r narxda, zo'r kvartira 2-etajda, o'rta podyezdda. 4 etajli domni 2-etajında hurmatli obunachilar. Bahosini ofisialda yozib qoldiraman. Berimizda plita bo'lgan. Shunimizda kotelni bosib berasiz. Yan taraflarning kotel bo'lib turadi. Yoki kuxniga o'tirasiz, birini sklad etib qo'yasiz. Polka qo'yib, ajoyib etib sklad etib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya kuxnini bu yana o'tirsangiz, o'n tarafda yana bir xonasi bo'ladi. 3 xonali nega bo'ladigan joy, hurmatli obunachilar. Joyimiz kimga ma'qul bo'lsa, pastdagi telefon promoy bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'lin, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishingiz bilan chiqmasin. Hamma shunday joylar nasib etsin.